أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أهل إسلام برادرlar. Yana bir hadisni keltirib o'tamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam g'oit qilishlik, ya'ni hojatga borgan vaqtida o'sha o'rinda hojat qilishlik mumkin bo'lmagan joy to'g'risida. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وأبو داود وأحمد وبيحقي وابن حبان. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية qilingan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: ikkita la'natlangandan saqlaninglar, ehtiyot bo'linglar dedilar. Shunda sahoba-i ikromlar bu ikkita la'natlangan nimadir ya Rasululloh deb so'rashgan vaqtlarida insonlarning yo'llarida va ularning soyalaydigan joylarida xoli bo'lgan kishi dedilar. Endi bu yerga xoli bo'lgan degan maqsad, ya'ni bu hadisning ma'nosi shundayki, Imom As-Subki rahmatullohi alayhi aytadilarki, insonlarning yo'l-yo'lakayda yoki ularning soyalaydigan joyida va ularning bir keraklik o'rinlarida g'oit qilishlikdir, ya'ni hojat chiqarishlikdir deydilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bunday maqtovga eng zamin bo'lgan, eng maqtovga sazovorlikka umuman ham yaqinlasholmaydigan bir insonlar yomon sanaydigan bir narsani aytib o'tdilar. Eng juda ham bir pas axloqlik bo'lgan narsani. Albatta har bir axloqda ham bu narsa to'g'ri kelmaydi. Bu hadisni Imom Ahmad va Bayhaqi va Ibn Hibbon va Muslim, Abu Dovudlar rivoyat qilishgan. Endi bu hadisdan qanday biz ta'lim olamiz? Shundaqa qilgan kishini la'natlaymizmi yoki yo'qmi? Hadisda kelishicha la'natlangan deganlardan maqsad juda ham bir odamlar ana shu holatni ko'rib, ana shunday qilib ketgan insonni ko'rib, yo'l-yo'lakayda yoki daraxtlarning soyasida go'yoki ular la'nat bo'lsin deb la'nat aytishadi degan mazmunni ifodalaydi. La'nat faqatgina kofirlarga aytilinadi. Qur'onda sarohatan kelib turibdi yoki hadisda sarohatan kelib turibdi. O'shanday toifalarga la'nat aytsa bo'ladi, faqatgina kofirlarga. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: La'anallohu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Alloh Yahudi va Nasroniylarni la'natlasin. Ular payg'ambarlarini qabrini masjid qilib olganlar dedilar. Shuning uchun ham biz ularga la'nat aytishligimiz hech qanday bir xatolik bo'lmaydi. Ammo kalimatul la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni aytib shahodatlik berib turgan insonda la'nat aytishlik durust emas. Endi Imom Navaviy rahmatullohi alayhi dedilarki, ana shunday joyda bavul qilib ketsa-yu, lekin g'oit qilmasa, uni zarari yo'qdir deydi. Masalan, g'oitdan maqsad u juda ham ifloslik, juda ham bir yer o'ziga tortmaydi. Go'yoki insonlarning bir ko'rganda bir ko'ngli buzilib ketadigan narsa. Shuning uchun ham aynan shu narsa aytilingan, faqat hojat aytilingan deb Imom Navaviy rahmatullohi alayhi aytadi. Hadisdan oladigan sabog'imiz, imkon qadar bundaqa joylarda borib bavul qilmaslik va g'oit qilmaslik yaxshi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu narsadan ummatni qaytaryaptilar. Ummatni axloqiga bu to'g'ri kelmaydi. Va yana xuddi shunga o'xshash bir muborak hadislari bor. Bu hadisni Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد
va qari'atit tariqi va dilli. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: 3 ta la'natlangandan o'zlaringni saqlanglar, ehtiyot bo'linglar dedilar. Birinchisi, insonlar tushadigan joyda hojat qilishlik. Qanday insonlar tushadigan joyga? Biron bir chashmami, xo'p, shunga o'xshash bir insonlar u yerdan o'tib go'yoki shu yerdan bir manfaat, foyda oladigan joyda borib hojat qilishlik mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la'natlayaptilar. Ikkinchisi, qari'atut tariq, ya'ni yo'lning atrofida, yo'lning bo'yida go'yoki biron bir bekat bormi, xo'p, shunga o'xshagan narsalarda. Uchinchisi, vadilli, daraxtlarning soyasida. Daraxtlarning soyasida degani mana shu yo'lakayda insonlar faqatgina daraxt tubida, o'sha daraxt tubida borib soyalanib istirohat qiladigan joy bo'lsa, o'sha yerda borib hojat qilishlik mumkin emas. Ammo bir uzoq joyda insonlar o'tmaydigan joyda bir butazor, mana shunga o'xshagan bir narsalar bo'lsa, faqat bekib turadigan joy bo'lsa, u holatda qoid qilishlikka hech qanday, ya'ni hojat qilishlikka hech qanday zarar yo'q. Bu hadisni Imom Hokim va Tabaroni va Bayhaqi va Ibn Majahlar rivoyat qilishgan. Shuning uchun ham biz o'zimizga eng kerakli narsalarimizni bilib olishligimiz kerak va o'zgalarga xabar berishligimiz kerak. Yana bir o'rinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bavul qilishlikdan qaytardilar. U shunday o'rniki, u yerda ham cho'miladi, ham mustahab qiladi. Ana shunaqa o'rinda bavul qilishlik mumkin emas. Bu hadisni Abdulloh ibn Mughaffal radhiyallohu anhuma rivoyat qilganlar. عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Janob Akram sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar deb aytdi Abdullah ibn Mughaffal: Sizlardan birortalaringiz mustaham qiladigan joyida bavul qilmasin, so'ngra undan cho'miladi, ya'ni o'sha joyda cho'miladi dedilar. Imom Ahmad rivoyatiga ko'ra, so'ngra u joyda tahorat qiladi dedilar. Bu har ikkalasi ham bitta ma'noga dalolat qiladi. Yoki cho'miladigan o'rin bo'lsin, yoki tahorat qiladigan o'rin bo'lsin, har ikki joyda ham bavul qilishlik